tong sukunati o'nlab turdagi qushlarning chug'uri bilan qorishib ajib bir navo yaratadi. Xuddi jo'r bo'lib sayrayotgan qushlar ansambliga xushovoz bedana yakkaxonlik qilayotgandek. Ularning kuyiga mahliyo bo'lib bor tashvishlarni unutasiz. To'rqovoqda sayrayotgan bedananing ovozini ko'p eshitganmiz, lekin tabiatdagisining jozibasi o'zgacha. Siz ham bir eshitib ko'ring-a. Bedana bedana sayra bedana, sen kabi xushovoz qayda bedana. Ovozini qarang, buni ovozini. Bedana ishqibozlari asosan uning sayrog'iga mahliyo bo'lishadi. Lekin dilni yayratadigan ham, tilni sayratadigan ham bu pul deguvchilar bedananing ovozidan ko'ra undan keladigan daromadni ma'qul ko'radilar va albatta bu to'g'ri qaror. Qafasda yovvoyi bedana sayrab tursa, qozonda go'sht uchun boqiladigan turlari yayraydi. Tuxumi esa ming bir dardga davo. Eng yoqimlisi mullajiringdan chiqadigan navo. Kimlardir daromad, yana kimdir salomatlik manbai deb biluvchi bedananing sehrli ovozi kishi ko'ngliga huzur bag'ishlaydi. Go'yo charchoqlar tarqaladi. Tabiatda hech qaysi bedananing ovozi bir-birinikiga o'xshamaydi. 100 tadan bittasi me'yoriga yetkazib sayraydi. Buni qarangki, bedana deb ataluvchi qushlarning hammasi ham sayramas ekan. Eng chiroyli va to'liq talabga javob beruvchi xonishni faqatgina yovvoyi bedanalar ijrosida tinglash mumkin. Yana bir qiziq ma'lumot, bedana sekin, kam uchishi mumkin, biroq juda tez yuguradi. U o'zidan bir necha barobar katta jonivor ot bilan tengma-teng yugurishi mumkin. Toshkent viloyati Piskent tumanidamiz. Bekobod mahallasidagi hokim yordamchisi bizni O'zbekiston ko'chasida kutib oldilar. Sababi bu yerda istiqomat qiluvchi Fazliddin Egamberdiyev imtiyozli kredit olib bedanachilikni yo'lga qo'ygan ekan va allaqachon daromadga kirgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Hozirgi kunda kambag'allikdan farovonlik sari dasturi asosida tumanimizda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Yurtboshimizni berayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanib kelayotgan fuqarolarimiz juda ham ko'p mahallamizda. Ulardan biri Ikromov Qutbiddin aka xonadonlarida ularning farzandlari Egamberdiyev Fazliddin aka imtiyozli kreditga ega bo'lib 33 million olgan holda bedanachilikni yo'lga qo'yganlar. Hozirgi kunda tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelmoqdalar. Dunyo mamlakatlarida, xususan Germaniyada organik, ekologik, toza mahsulot yetishtirish va unga bo'lgan yillik talabning o'sishi 5-15%, Daniya, Shvetsiya va Shvetsariyada 30-40% ga yetgani ekologik toza mahsulotlarga e'tibor ortganini ko'rsatmoqda. Sof va tabiiy hisoblanadigan bedana tuxumlari Yaponiyada ham mashhur bo'lib, u parhez taom sifatida qadrlanadi. Jahon bozorida bunday mahsulotga talabning ortib borayotgani yurtimiz fermer va tadbirkorlari uchun yangi eksport imkoniyatlarini ochishi shubhasiz. Xo'p. Fazliddin akaning aytishicha, bedana tuxum qo'yish davrida uni cho'chitib yuborish mumkin emas ekan. Shu sababli men ichkariga kira olmayman, lekin tasvirchimiz u yerdagi jarayonni sizga to'liq ko'rsatadi. Ammo bedanalarni ko'rish menga ham juda ham qiziq. Baribir ichkariga kirishga harakat qilib ko'raman. Shu odamlar bedana boqishga qiziqqanlar oldindan o'shani hech vaqtlari bo'lmagan, amalga oshirish iloji bo'lmagan, taklif qildilar. Shuni boqamizmi deb. Keyin surishtirdik. Boqishga qiziqdik. Internetlardan ko'rdik. Daromadini o'ylamadik. Birinchi hamma ishni o'zini qiyinchiligi bor. Birinchi qiyinchiligini ko'raylik. Qanaqa bo'ladi? Boqsa bo'ladimi? Keyin 2000 ta bilan boshladik. 2019-yil mart oyidan olib kelganmiz. O'sha mutaxassislar bilan gaplashib, o'zlari 30 kunlik qilib berishdi, tuxumdan ochirib, inkubatordan ochirib 30 kunlik tayyor qilib berishdi. Keyin 10 kun, 15 kunda tuxum berishni boshladi. Tovuqqa nisbatan bu tezroq kiradi. Tuxumdan chiqqandan keyin 50 kun, 60 kun, 2 oylik bo'lganda tuxum berishni boshlaydi. Tezroq foydaga kirishni boshlaysiz, daromad olishni boshlanadi. Keyin boqib ko'rsak, buni daromadi yaxshi ekan. Ko'paytirish
maqsadida hokim yordamchisiga murojaat qilsak, bank bilan uchrashinglar dedi. Qilib beramiz deyishdi. Yordam berishdi. Birpasda kreditlarni chiqazib 33 million oldik. To'lab qutulib bo'lganmiz. Bu yilga mana betga 6000 ta bedana qo'shdik. 2019 bo'lsa, 6 yil bo'lgan bo'lsa, 6 yilda shu darajaga keltirdik. Qiziqib bu yerda qurdik o'tgan yili. Bu kataklari boshqacha katak edi. Go'ngini tozalashga ham qiynalyotgandik unda. Mana bu yil lentali qildik. Go'ng o'zi chiqib ketadigan. Yildan yilga odam o'zi o'rganib, sharoit yaratsa bo'lar ekanda. Suv ichish hammasini yo'l yo'rig'i bor-da. Texnologiyasi 90-95% xuddi shunaqa bo'ladi. Hammada shunaqa bo'ladi. Bu yoqda katta sistemli bochka bor. Bochkadan bunga tushadi. Bundan keyin har bitta bunaqaga bedanaga tarqaydi. Har doim suv bo'lishi kerak. Bo'lmaydigan hatto havosida dimlanish kerak emas. Xonani harorat gradusi bo'ladi. O'sha gradus и ventilyatsiya tizimi. Ahamiyat berish birinchi o'rinda. Mana plyonkalar chizib qo'yganmiz. Kun isib ketsa ochiladi, kun sovib ketsa yopiladi. Yemishining o'zini ratsioni bor. O'zlari olib kelib berishadi. Yem tayinlaydigan mutaxassislari bor o'zini. Qo'shimchalari bor, o'sha vitaminlari bor. Oddiy bedanaga qaraganda yirikroq hajmda va mahsuldorligi yuqori bo'lgan yapon turini soqov bedana deb ham atashadi. Bu tur asosan fermerlar tomonidan go'shti va shifobaxsh tuxumi uchun ko'paytiriladi. Umuman olganda dunyoda bedananing chatishtirilgan 34 xili mavjud. Yapon bedanasining o'zidan ham bir nechta chatishtirilgan turlar olingan. Bu bedana yapon manjur aralash turi sertuxum daromad qilishga shu turi ma'qul. 80%, 85% gacha beradi. Men yuqori chiqqanda 5000 ta atrofida tuxum olinadi kuniga. 80% ga chiqqanda. 3 oy mana hozir dekabrda kelgan bo'lsa, dekabr 15larida kelgan bo'lsa, mana endi 60% ga chiqdi. Yana 1 oydan keyin 80% maksimal beradi. Bu davr 3 oy, 4 oy beradi, keyin yana sustlashni boshlaydi. Bedananing yapon zoti uchun bir kunda 17-18 soatlik yorug'lik berish eng qulay sharoit hisoblanadi. 24 soatlik yorug'lik berilganda bedanalar ko'proq tuxum beradi, lekin mahsuldorligi qisqa vaqt ichida kamayib ketadi. Xonani kuchli yoritish tavsiya etilmaydi, chunki kam yorug'likda ham bedanalar yaxshi ko'rish qobiliyatiga ega, o'zlarini xotirjam tutadilar. Bedananing sharoiti sokin joy bo'lishi kerak, shovqin bo'lishi kerak emas. Ta'sirchan bo'ladi, stressga ko'p tushadi. Yorug'lik yorug' ham bo'lib ketish kerak emas, qorong'i ham bo'lib ketish kerak emas. Bedanaga o'sha iloji boricha o'ziga tushish kerak emas yorug'lik. Yorug' tushsa, bu ham stressga olib keladi. Shu yorug'liklarni ham hammasini hisob-kitob qilib qo'yilgan. Meni xonaning harorati iloji boricha 22 dan 25 gacha tushashga harakat qilish kerak. O'zini vitaminlari bor, vitaminlar beriladi. Suv, yem, havo hammasi normada bo'lishi kerak. Begona odam ko'p kirsa ham stressga tushadi. Tuxum yana foizga ko'tarib olish uchun yana qanchadir muddat vaqt kerak bo'ladi. Men o'zim qarayman bedanaga. Odamlar kirsa ham cho'chiydi. Odam tanlaydi. Kiyim tanlaydi, odam tanlaydi. Yaltir-yultir kiyimlarda misol uchun kiradigan bo'lsa ham unaqa stressga tushadi. Shu yem vaqtida, suv vaqtida havosi normada bo'lib tursa, ular yemaydi, suvni ichadi. Qiladigan ish shu. Bu ortiqcha o'sha qo'rqitmasangiz, cho'chitmasangiz bo'ldi. Fazliddin akani bir amallab ko'ndirib ichkariga kirib oldim. Albatta bedanalarni cho'chitib yubormaslik sharti bilan. Ularni aytishicha, bu jonivorga yaltiroq kiyimlar unchalik yoqmas ekan. Yaxshiyam men spo kiyimdaman. Kirganga yarasha bekor chiqib ketmay deb tuxumlarini terib uy egalariga yordam beryapman.
8 oy 10 oy boqiladi. Asosan o'sha foiz yaxshi tuxum beradi 10 oy 8 oy. Keyin tuxum foiz tushib ketgandan keyin o'zi daromad kamayib ketadi. Issiq bo'ladi, issiqda unaqa tuxum ko'p ketmaydi. Go'shtga topshiramiz uni. Go'shtini ham o'zimizdan sotamiz. Keyin go'sht oladigan qassoblari bor, ularga beramiz. Keyin yana shu yangilar so'yiladi. Do'konlar bor, bozorlarga olib topshiriladi o'zini. Go'sht sotadigan klientlarimiz bor. Ularga beramiz. Endi buni boshqa turi ham bor. Beli gigant degan. Bu asosan go'sht yo'nalishi. Gram kattaroq bo'ladi. Lekin 50-60 kunda go'shtga tayyor bo'ladi. Buni ham endi nasib qilsa kengaytirish maqsadimiz bor. Sabr kerak. Boshida rasab qilishligi bor. Ning to'g'ri o'rgatgani bilan o'zingizni sharoitingiz to'g'ri bo'lsa, xonani sharoiti boshqa hammasi har xil. Odam o'ziga o'rganib to'g'ri olish kerak. Hammasi boshida tuxumni o'tirish ham qiyin bo'lgan. Do'konlarda sotilmaydi. Ko'proq bozorlarda sotiladi. Qanoli do'konda sotiladi. Hozir endi qo'shni tumanlar, olmali, do'konlar xaridor ko'paydi. Xaridor endi ko'paygandan keyin iste'mol ham ko'payadi. Buni o'sha foydasini bilganlar kunlik o'sha ratsioniga ham kirgizganda bir misollar bor. Uydan olib ketishadi. Bugun xitoyliklar bedana tuxumini eng ko'p iste'mol qiladigan xalqlardan biri sanaladi. Bedana go'shti va tuxumining shifobaxshligini ham ilk bor qadimgi xitoyliklar aniqlagani haqida ma'lumotlar keltiriladi. Yaponiyada ham bu mitti tuxum aholi o'rtasida eng xaridorgir mahsulotlardan hisoblanadi. Ma'lumki, o'tgan asrning 45-yilida Hirosima va Nagasaki shaharlarining bombardimon qilinishidan so'ng yapon olimlari inson tanasidan radioaktiv elementlarni eng samarali ravishda chiqarishda bedana tuxumini afzal deb bilishgan. Ana shundan beri to hozirgacha Yaponiyada kun tartibiga kiritilgan 12 ta asosiy ozuqa ro'yxatiga bedana tuxumi ham qo'shilgan. Har kuni ikkitadan bedana tuxumini tanovul qilib o'sgan bola tengdoshlariga qaraganda sog'lomroq, kuchliroq bo'lib voyaga yetar ekan. Buni yaxshi bilgan yaponlar allaqachon maktablarda bolalarning ovqatlanish ratsioniga kuniga ikkitadan bedana tuxumini kiritgan. Bedana tuxumi xotirani kuchaytirib, ko'zni ravshanlashtiradi, asab tizimini mustahkamlaydi. Bundan tashqari, immunitetni oshiradi, ovqat hazm qilish va yurak-qon tomir tizimini mo'tadillashtiradi. Tanadagi radioaktiv va og'ir metallarni chiqarib tashlashi tajribada isbotlangan. Bedana tuxumi tarkibidagi maxsus oqsil allergiyani qo'zg'atmaydi, balki davolaydi. Bulardan tashqari u bakteriyalarni o'ldiruvchi, har xil o'smalar o'sishining oldini oluvchi xususiyatga ham ega. Unda turli vitaminlar, kalsiy, fosfor, kaliy, kumush va boshqa sog'liq uchun zarur bo'lgan aminokislotalar, mikroelementlar mavjud. Bedana tuxumi oqsil manbai hisoblanadi. Bu mitti tuxumning yana bir shifobaxshligi qon bosimini normallashtiradi. Ya'ni bosim past bo'lsa ko'taradi, yuqori bo'lsa tushiradi va parishon xotirlikni davolaydi. Bedana tuxumining yana bir afzalligi uzoq muddatgacha saqlanishidir. Uni xona haroratida 30 kun, sovutgichda 60 kungacha saqlash mumkin. Tadqiqotchilar va tabiblar bedana tuxumini iste'mol qilishning inson organizmidagi hech bir a'zoga zarari, salbiy ta'siri yo'qligini aniqlashgan. Undan kosmetik maqsadlarda foydalanish terining sog'lom va ko'rkam bo'lishiga yordam beradi. Yana shunisi e'tiborliki, inkubator tuxumidan ko'ra ochiq tabiatda yashovchi bedana tuxumining foydasi bir necha barobar yuqoriroqdir. Biroq tabiatda bu qushlarni uchratish mushkul bo'lganidek, tuxumini topish ham amrimahol. Mana do'konda sotiladigan tovuq tuxumiga nisbatan kaloriyasi ko'proq. Tovuq tuxumida asosan ko'p yesa yo boshqa bo'lsa, allergiya, toshmalar toshishi mumkin. Bunda lekin unaqa xususiyat yo'q. Chunki o'zimiz ham har kuni iste'mol qilamiz. Bolalar ham, yosh bolalarga ham beramiz. Har kuni yeyishadi. Shamollash, unaqa narsa kamdan kam bo'ladi. Foydasi borki, ziyoni yo'q. O'sha insonlar ham bilib, hozir
ko'proq iste'mol qilishga harakat qilyapti, yetkazib beryaptik. Sezonga qarab narx o'zgaradi. Qishda balandroq bo'ladi, yozda pastroq bo'ladi. Endi o'rtacha olganda yiliga 70-80 million atrofida daromad qilsa bo'ladi. Bedananing tana harorati yuqori, o'rtacha 42 daraja bo'lgani bois o'tkir yuqumli infeksion kasalliklarga nisbatan ancha chidamlidir. Kasallikka deyarli chalinmaydi. O'zini vitaminlari bor. Oyda beriladigan, haftada beriladigan. Misol uchun tovuq kasal bo'ladigan bo'lsa, qolgan hammasiga ham o'tib ketishi mumkin. Oldin olmasa tez tarqaladi. Bedanada kasal bo'lsa, o'zi kasal bo'ladi, yonidagilarga yuqtirmaydi. Yuqumli kasalliklari yo'q hisobi. Bundan chiqqandini boshida rosa qiynaldik. Dehqonlar bo'lmaydi, kuydirib yuboradi, azaratga solib bo'lmaydi deb aytishdi. Hozir endi talashda xullas. Bir yil solib ko'rganlar keyingi yilga menga berasan deb o'zlari kelib olib ketishadi. Foydasi bor. Ximikat dori solgandan dorini sal kamroq soladi. Tabiiy o'g'itni ko'proq soladi. Viloyat hokimimiz ham kelib ketdilar, Zoir Toyrovich. Kelganlarida ko'rdilar, xursand bo'ldilar. Shunaqa haqiqatan shunaqa bo'lyapti ekan. Shu yerda bedana qilyapti ekan. Shuni tatbiq qilasizlar mahallaga. Ish o'rni yaratasizlar. Bekor yurganlar ko'p. Tatbiq qilishni raisimizga aytdilar, Piskent tuman hokimiga aytdilar. Viloyat hokimimiz kelganlarida bu xonadonga kirib birinchi o'rinda xursand bo'ldilar. Xonadondan chiqmagan holda oilalarga daromad keltirayotganlaridan xursand bo'ldilarki, bizga berilgan topshiriq xonadonlarga, har bir xonadonga kirib bedanachilikni yo'lga qo'yish, mahallamiz ixtisoslashuvini bedanachilikka yo'naltirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Ko'p fuqarolarning qiziqishi oshib, kelayotgan daromadiga qiziqdi. Ularga hozirgi kunda biza yordami tariqasida bedanani qafasi bepul beriladi. 1000 ta bedana uchun. Hozirgi kunda mahallamizni o'zida 28 ta fuqaromiz qiziqish bildirgan. Faqat mahallamizda emas, tumanlar ichida ham, boshqa mahallalar hududlarida ham fuqarolar qiziqishini bildirib kelmoqda. Ular uchun kreditlar ajratilishi hozir jarayonda. 2024-yil boshida 51 ta ishsizimiz bo'lgan, yil oxirigacha ishsiz qolmadi. 2025-yilda hozirda ishsizimiz 27 tani tashkil qilmoqda. Buning ichida chetdan qaytib kelgan fuqarolar bor. Hozirda ishsiz fuqarolarimizni ham mana shu yo'nalishda tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. O'zini band qilsa bo'ladi, qiziqish kerak-da bunga. Boshida endi bunaqa daromad katta bo'lmasligi mumkin. Baribir kamdan kam, ko'pdan ko'p qoladi deydi. 1000 tadan, 500 tadan boshlab boqib ko'rish kerak. Qo'ldan kela olsa, o'z-o'zidan bo'lmaydi. O'rgating deganlar bor. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz, qilamiz deyishsa. Endi faqat sabr kerak-da bunga. Bedanachilik kam pul sarflab katta daromad olish mumkin bo'lgan soha. Shu bois bugungi kunda bedanachilikni yo'lga qo'yish uchun katta e'tibor qaratilmoqda va albatta bu aholi bandligini ta'minlashda ham samarali yo'ldir. Piskent tumaniga bo'lgan safarimiz mana shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Agro.uz sizni manfaatli ma'lumotlar va foydali manzillar bilan tanishtirishda davom etadi.